Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər, mənamış vaxtınlar xeyirli olsun. Bugün süni aql doğruluq paranışımız hörmətli işki mehmanımız fəlsəfələr mütəxəssis doktor Abdüveyt əfəndim və Şivsiyədən uçur bexətərlik uçur əlaqə sahəsindəki mütəxəssis doktor Abdüşkür əfəndimiz bilən billə. Xoş gəlibsizlər. Biz niməni kirişdirmək uzatıb etmək sual-cavab qismi tezi ötək. Avval Abdüşkür sizdən sorab ötəyli birinci sualını. Mümkün bu siz hazır süni aqldan kelgan taraqqiyot ahvoli to'g'risida azroq so'z qilib beramiz. Siz hazır süni aql qaysi nuqtada hazır? Rəhmət bu söhbətki təklif qilganlar üçün aldı bilan. Bu süni aql temisiga kelgan vaqtida bu süni aql amaliyotda shu texnik sohasidagi konu temalarning birisi. Masalan biz kinolarda, fantaziyalik kinolarda masalan robotlarning qanday ishlarni qila oladiganligidan tortib ucha oladigan mashinagacha bizni insonlar tarixdan tortib shu sun'iy aql jihatdan nurg'un fantaziyalik narsalarni o'tirib qo'yib kelgan. Endi bu sun'iy aqlninki boshlanish tarixiga kelgan vaqtida shu Angliyada Alan Turing deydigan bir shu shifrlarni yeshish, undan keyin kompyuter sohalarda nurg'un xizmat qilgan bir olim bor. Hisobda endi shu Alan Turingninki mashinalarmi odamga o'xshash ishlarni qila oladi. Ma'lum narsalarni o'rganib, xuddi odam bir narsani o'rganga o'xshash, mashinami odamga o'xshash ishlarni qila oladi degan nazariyani o'tirib qo'yilgandan tortib bu tema davomli taraqqiy qilib keldi. Biz sun'iy aqlni amaliyotda burun nimadan boshlagan vaqtida kompyuter sohasidagi taraqqiyotidan boshlaganda mashinalik o'rganish deydigan bir ufqum bor. Bu mashinaga masalan sonliq ma'lumotlarni kirgizgandan keyin sonliq ma'lumotlarni ma'lum sohaning ichida chiniq to'g'andan keyin xuddi odamga bir narsa o'rgatgandan keyin shu odamga umid qilgan shaklda bir qism xizmatlarni qilib bera oladigan ishlar burundan tortib shu texniklik sohasida qiziqish bo'lib keldi. Bu sohada bir qism amaliy ishlarmi bo'ldi. Masalan shu Amazondan mal sotib olgan vaqtida masalan ma'lum bir mollarga ko'proq chekib yoki undanki nima ishlarni qila oladiganligini o'qib qolgandan keyin keyingi qatim kirgan vaqtlarda shu sohadagi mollarni ko'rsatib beradigan yoki shunga munosabatli narsalarni ko'rsatib beradigan anandaki YouTube yoki TikTok degandaklarni ishlatadiganlarni bilamiz. Ma'lum bir sohadagi videolarni ko'proq ko'rsak, keyin kirgan vaqtlarda bara bu biz qiziqqan sohadagi narsalarni ko'rsatib beradigan narsalar. Bu endi shu mashinalik o'rganish asosida barliq kelgan amalga oshirishlar. Endi hozir yaqinqi zamonda bo'lsa, endi bu texim taraqqiy qilib, shu GPT texnikasi chiqqandan keyin bo'lib ChatGPT 2022-yili noyabrda ham qatorlashmasam shu vaqtlardan tortib bu texnik o'tirib chiqqandan keyin shu yangi mazmunlarni ko'paytiradigan aslat sun'iy aqli paydo bo'lgandan tortib bu sohadagi qiziqishni aytdi ko'p bo'ldi. Ham uning shu o'tirg'i chiqqandan yoqi taraqqiyotni aytdi tez bo'lyotdi. Ham buningda bu yolg'iz bu sonliq ma'lumotlar emas, sonliq ma'lumotlarni bir taraf qilgan, masalan, kompyuter programmalar deymiz. Uni bir taraf qilgan qattiq detallar. Tunji qatim tarixda, masalan, yumshoq detalninki iqtidori, qattiq detalning iqtidoridan ishib ketayotgan ahvollar yuz beryapti. Hamda hozir sun'iy aql to'g'riliq so'zilgan vaqtida sun'iy aqlninki bir qancha bosqichlari bo'ladi. Tor doiralik sun'iy aql, umumyuzlik jihatdagi sun'iy aql va darajadan tashqari sun'iy aql degandek doiralarning ichida bo'lyapti. Taraqqiyotni biz hamda hozir tor doiradagi sun'iy aqllarninki bosqichida turyapmiz. Ko'pdan ko'p rahmat Abdüşkür aka. To'xtaka hamda siz mumkin bo'lsa Abdüşkür akamning so'zlariga qo'shimcha bo'ldi. Andan keyin hozirgi hamda yapay sun'iy aql deganimiz bizning turmushimizga qanday ta'sir ko'rsatyapti va kelgusi qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Shu to'g'rida ozroq so'z qilib berasiz? Bo'ldi, rahmat. Bu qatimki programmaga taklif qilganingizga qiziqarli bir
xabarni ko'rib qoldim. Bu 2024-yildagi ximiya Nobel mukofoti bilan 2024-yildagi fizika Nobel mukofotida har ikkalasi sun'iy aqlni tadqiq qilganlar qatnashganda 2024-yildagi fizika Nobel mukofotiga John Hopfield bu Princeton Universiteti fizik professori ekan. Ondan Jeffrey Hinton degani Kanadaninki bir professor ekan. Bular nazariya fizikasini tadqiq qilgan ekan, ammo neural net shu nerva tor jihatdagi tadqiqotlar orqali sun'iy aqlga asoslangan bo'lg'achqa u Nobel mukofotiga erishibdi. Ya'ni yana bir qiziqarli berilma ximiyaga berilgan Nobel mukofotida 3 odamga beribdi. Buningki birisi shu Google'ninki eng dangliq sun'iy aql tadqiq qilgan guruhi bor, DeepMind deydi. Shuningki CEO'sida boshlig'i shu ismini Demis Hassabis'teki şu mukofot olgan. Endi ikkisi David Baker degan dangliq olim, yana birisi John Jumper degani u har ikkalasi ximiya, biologiyani tadqiq qilgan odamlar, ximiyada bilim bor degan gap. Lekin u Demis degan odamninki ximiyadan qilch xabari yo'q ekan. Uning qildig'ini butunlay shu sun'iy aql artificial modelingda sun'iy aql modellarni yasash orqali qilgan. Demak, bu ishga Nobel mukofotidan qaraganda sun'iy aql garchi shu kasbda bo'lmagan odamlarga ma'lum xil qurolni ta'minlash orqali Nobel mukofotida cho'ng mukofotlarga erishtirilganda, buningda sun'iy aqlninki kuchining yoki singib kiralaydigan, bo'sib kiralaydigan sohalarninki umuman sun'iy aql bo'sib kiramaydigan sohaning yo'qligini ifodalaydi. Endi sun'iy aql xuddi Abay Abdushukur apandim deb o'tgandek turmushimizning hamma sohalariga kirib ketgan. Masalan, uylarda biz ko'nikini bir bes hatto telefonimiz turib uyning temperaturalarini tanishlaymiz. Nurg'unlarimizningki ko'plarimiz Google tarjima applarni ishlatib baqqan, jiqlarimizning balkim Tesla mashinlarimiz bor, avtomatik o'zini o'zlaydigan xususiyatlari bu xil. Hammasi sun'iy aqlninki ifodasi. Ana buningdan siri sun'iy aqlninki umuman aralashmaydigan sohasi yo'q. Masalan, yaqinda Elon Musk o'zininki ijod qilgan sun'iy aql yoki programmalarni Trump bilan birlashib Amerikaninki havo armiyasiningki asosli ishlatilgan programmalarga ishlatishga ko'ndiryotadi, shuningga o'xshash. Endi bu yerdagi yig'ib aytgan bu to'g'risida aytilgan misollar haddan ziyod ko'p. Sun'iy aql aralashmaydigan soha yo'q. Endi bu sun'iy aqlninki umuman yig'ib aytganda sun'iy aql yig'inchoqlaganda nima narsa deganda bu sun'iy aql bizda odamda tabiiy aql bo'ldi. Sun'iy aqlni o'tirib qo'yishlik sabab tabiiy aqlga qarshi yo'sinki masalada yig'ib aytganda bu odamlarninki shu odamlarning ong sohasida odamlarning engninki bir qonuniyatni boshqarishga urinishi. Bu nerdan kelib chiqqan deganda umuman tabiiy fanning taraqqiyotini ma'lum ma'noda aytganda Newtonninki mexanikasidan boshlangan deyishga bo'ladi. Newtonninki tabiatda mexanik fizikalik dunyoda bir xil qonuniyatning borligini bayqab chiqishdan boshlangan. Shundan boshlab masalan iqtisodshunaslikda David Ricardo deymiz, Adam Smith bularning qilganlarining hammasi iqtisodninki tabiiy fanga o'xshash bir qonuniyatning borligini topib chiqishga uringan. Darwin o'zining biologiyasi shu xil qonuniyatni topib chiqdi. Shundaqmi tabiatning tanlash orqali bo'lgan turlarninki kelib chiqishi yoki ashxul qonuniyatlar, biologiyalik qonuniyatlar. Shuning o'xshash odamning ong sohasini tadqiq qilganlarmi mushxul an'ana bo'yicha ongninki bir moddiy dunyodan fiziologiyalik hujayralarni tashkil topgan bir go'shtdan qandoqsigi ong paydo bo'lib chiqadi, uning oqib turgan qonuniyat zadi nada. Mush masalani tadqiq qilish odamlarninki eng ko'ngil bildigan narsa bo'lgan. Demak, sun'iy aql amaliyotda uning kelib chiqishi bir xil falsafiy izlanishdan kelib chiqqan hodisa. Masalan, Alan Turingninki gapini Abay misolga olib o'tdik. 1940-yili Oxfordninki falsafa degan jurnalda e'lon qilgan.
hisoblash mashinasi va fikr qilish degan maqolasi sun'iy aqlninki boshlanishi kompyuter kasbining boshlanishi deb qaraldi. Alan Turing kompyuterninki asoschisi. Shunaqo u nima uchun bu maqolasini falsafa jurnalida e'lon qildi va keyingi masalan Amerikada MIT'da nimada New Hampshire'lik Dartmouth College degan bir universitet bor, shuning qurilgan Dartmouth Workshop degan shu workshop Amerikada shu sun'iy aqlninki boshlanishini asoslagan bir tashkilotda. Buningda masalan uchur texnikasining asoschisi bo'lgan Claude Shannon deymiz, andan keyin John McCarthy hozir King Stanfordda sun'iy aqlni markazini qurgan odamlar. Bularninki nazariy ijodga izlanish nima deganda asosan ongninki qonuniyatini tepib chiqishdan iborat. Shu nuqtadan boshlab sun'iy aql boshlangan. Endi bundaq bo'lishiga bir sabab o'tganda Amerikada bir dangliq universitet bor, sun'iy aql kompyuter sohasida dunyoda birinchi o'rinda turgan Carnegie Mellon deyilgan. Buningda Manuel Blanc deyilgan bir odam Argentinadan kelgan, shu yerda pensiyaga chiqqan professor, u Alan Turing mukofotiga erishgan. Bu xuddi boshqa fanlarda Nobel mukofotiga erishganga o'xshash eng yuqori darajadagi unvonda. Shu odamning deyishicha, u kichikida dadasidan so'rab ekan, o'zining esida qolgani. Men dadamdan qanday qilsam men aqlli odam bo'la olaman desam, dadam menga sen shu odamning kallasini ichida nima ish bo'lganligini tadqiq qilib, shuni bilib chiqarsang, sen dunyodagi eng aqlli odam bo'lasan deganda deb o'ziniki bir aslimizda ashundoq deydi. Endi buni tarixga yetkazib kelsak, masalan, bizningki qadimgi Yunon madaniyatlarida Oedipusninki chirkalar Oedipusninki hikmatli so'zlar degan nurg'un hikmatli so'zlarni olgan. Shuningdek eng dangliq hikmatli so'z nima deganda dunyoning siri sening ichingda deydi. O'xshash gapni Hindistonninki Brahman dillarining Upanishadda shunday yozgan. Endi mushkil ideyalarni keyingi 18-asrdagi mashhur faylasuf Schopenhauerninki iroda va tasvir bo'lib ifodalangan dunyo degan kitobidami o'xshash narsa deydi. Dunyoning mohiyati iroda. Ya'ni butkul dunyoning siri odamning ichida deydi. Endi odamninki dunyoning mohiyati deb qaralgan iroda mushu ong qatorliqlarninki turish o'rni mingida. Aristotel aytgandek yurakda emas, mingida. Undaq bo'lsa, bu mingining qonuniyati nima? Buni topib chiqish Alan Turingdan boshlangan Claude Shannonda yuksak pallaga yetgan mushkul uchur texnikasining va kompyuter sun'iy aql to'g'risida izlanishlarninki asosi bo'lib qolgan. Endi hozir meningki bayqishimga asosan bu narsalarga qiziqishimning asosiy sabab falsafada masalan ong falsafasi yoki philosophy of mind deydi. Bu sohada bo'lib ongning qanday paydo bo'lganligi masalan o'ng'ay masala, qiyin masala deb David Chalmersning New York universitetiga dangliq faylasuf David Chalmersning aytgan bu xil kategoriyaga ayrishlari qatorliq mush masalaga qiziqman. Shu sababdan masalan sun'iy aqlninki ba'zi taraqqiyotlari qaragan. Buning da hozir hamda masalan GPT-1 chiqqan vaqtida GPT-1ninki odamninki ming singishida bo'lgan shu nerva to'rlarini taqlidiy asosda tadqiq qilish bu sun'iy aqlninki eng muhim usullarida. Bu shunda masalan odamninki mingi hujayralari elektronlik uchurlarni tarqatish orqali har xil networklarni tashkil topadi. Shunaqmi bu odamning mingisida taxminan 90 milliardga yaqin shu neyronlar bor. Ana shu neyronlarninki to'g'ri shaklda hosil qilgan to'rlari 100 trilliondan ortiq bo'ldi ekan. Endi hozirgi eng ilg'or texnika GPT-4ninki yetib bora oladiganini aran 1 trillionda. Demak, sun'iy aql o'ziniki Abay Abdushukur apandim deb o'tgandek taxa odatdagi bosqichida. Endi kelgusida qanday bo'ldi? Haqiqatan odamninki shu murakkab kallasidagi shu qadar irmash-chirmash to'rlarni haqiqiy simulate qilib yoki copy qilib, shuni bir xil model taqlid qilib
yetishtirib chiqa olamdi yo'q, bu kelgusiga bog'liq. Meningcha u mumkinligiga bo'libmi, masalan, hozir quantum computing degandek yangicha bir sohalarningki kompyuterlarningki kuchining aslab masalan ChatGPT'larningki OpenAI Microsoft'ningki serverlarni ishlatadi. Eng kuchli bo'lgan surat, eng tez bo'lgan kompyuterninki cho'ngligi odatda bir qavatli binoga teng keldi ekanda. Burun Alan Turing eng oddiy kompyuterni yasaganda u bir tamdek yugan kompyuterni yasagan. Lekin hozir kompyuterlar shunda taraqqiy qilgan holatdami, endi odamninki shu mingisini copy qilib, taqlid qilib ishlash uchun bizningki 40-yillarda boshlangan sun'iy aql taraqqiyoti toki 2022-yilgacha hech qanday cho'ng o'zgarish bo'lmagan. Endi biroq 2022 kelganda o'zgarish shu qadar cho'ng bo'lib ketdi. Buning asosiy sabab birisi odamlarningki foundational science deymiz yoki asos fanlarningki taraqqiyoti yuksak darajada taraqqiy qildi. Odamlarningki buning bo'lgan tushunish ochdi. Bo'lib matematika, nerv fanlari, biologiya, aniki logika, tilshunoslik, shu sun'iy aqlni qurashtirib turib shuning foydali bo'layotgan asos fanlar ashi. Yana birisi odamlarning sun'iy yo'sinda ishlab chiqargan database deymiz masalan, shifr yoki son sifirlik dunyo kengaydi. Ammo ChatGPT nim qildi desa, butun dunyoda bor bo'lgan World Wide Web butun dataning hammani to'kiblar shu orqali ishlab chiqaryotadi-ku. Mayandan bir savolni kirgizsak, ayandan javob chiqadi. Uning asosiy sabab dunyo miqyosida bu xil taraqqiyot allburun sun'iy aqlningki bugünkidek ilgarilishiga asos sabab bo'lgan degan gap. Shunga muhim nuqtani aytganda, izlanish nuqtasini aytganda, bu odamlarningki burundan izlangan ong degan zot qandoq narsa, uni biz odamlar sun'iy yo'sinda uning qanday shakllanishi, qanday funksiya qilganligini taqlid qilib chiqa olamiz yo'q degan masala. Alan Turing'ningki maqolasi o'tirgan savol shu. Ikkinchisi, keyingi taraqqiyotlar buni yana tafsil to'xtalib o'tsak bo'ldi. Masalan, uchur texnikasi, odamlarning mingini nimdab tushundiganligi, mushijaatdagi asos fan xarakterlik falsafiy ilgirlashlarning o'zi sun'iy aqlningki bugungi taraqqiyotiga haqiqat qo'shqa yo'l ochgan deb qarashga bo'ladi. Rahmat ko'p doktor. Abdushukur aka, siz To'xtamning so'zlariga qo'shimcha qilsangiz bo'ldi. Undan boshqa sizdan shu kelgusi taraqqiyot to'g'riliq so'zlayman. Boya To'xtamni deb o'tdi-ku, masalan, hozirgi masalan ChatGPT'lar masalan sun'iy aqllar insonga qaraganda qancha darajada angliq masalan. Bu angliqli biologik aniqlamasini desak, Homo sapiensningki nima farq qila oladi va farq qila oladigan nima farq qila oladi atrofininki. Bu xil jihatda masalan sun'iy aql qandaq bir vaziyatda hozir bundan keyin hamda insonlarga o'xshash o'zining bir ingi atrofini farq qila oladigan va farq qila oladiganligini o'zining farq qila oladigan anakin bir kishiligi bo'lishi mumkinmi masalan kelajakda? Bu to'g'riliq qandaq bir tadqiqotlar bor, siz bu to'g'riliq qandaq o'ylaysiz? Endi sun'iy aqlni abay to'xtama deb o'tdi. Endi degan vaqtida aldı bilan sonliq ma'lumotga tayinadi. Anan keyindan u yanalam bir programmalarningki birikmasi. Uni biz programmaladik. Anan keyin uningki logikalik yakun chiqarish, masalan matematikalik nim bo'yicha masalan A bo'lsa B bo'ladi, B bo'lsa C bo'ladi yoki bo'lsa A bilan B'ning birikmasidan D chiqadi degandek ma'lum bir nimaningki logikalik nimaningki bog'lanmaningki yakuni. Endi u yanalam kompyuter programmasi bo'lganligi uchun, ya'ni uningki qila oladigan ishi yanalam ma'lum bir doiraga cheklangan bo'ldi. Shuning uchun biz tor doiradagi sun'iy aql deganni avay deb o'tdik. Biz shu doirada. Masalan, Siri'da ma'lum bir narsani so'rasak, Siri faqat shu narsaga javob bera oladi. Balki ma'lum bir bog'lanishli narsalarga javob bera olishi mumkin, ammo undan bir ishlarni qila olmaydi. Yoki bo'lmasa ma'lum bir narsani sonliq ma'lumotlar asosida, tarixdagi sonliq ma'lumotlar asosan bugungi ahvol qarab turib, kelgusiga ma'lum darajada nim qila olgan bilan taxmin qila olgan bilan, ammo uningdan jiroq narsalarni qila olmaydi. Ya'ni qancha jiroqqa vaqt keyniga surilgancha, uningki aniqsizlik darajasi shuncha eshib bo'ldi.
Unda bo'lganligi uchun uningki ma'lum bir jihatdan tafakkur qila olishi hozircha mumkin emas. Chunki degandekidek u ma'lum bir logikalik yig'inlarninki birikmasi uningda bir hissiyot bo'lmaydi. Endi sun'iy aqlninki insonlarga bo'lgan ortiqchilik nima degan vaqtida insonlar ma'lum bir narsadan nima chiqargan vaqtida yakun chiqargan vaqtida hissiy narsalar nihoyat ko'p oralashib ketib qoldi. Biz bilib turib yoki bilmay turib hissiyot bilan nima qilamiz, yakun chiqaramiz. Ham kompyuter undaq emas. Kompyuter masalan agar ishlatgan sonliq ma'lumot, uni chiniqtirgan model agar to'g'ri bo'lgan bo'lsa, masalan uningda hissiy omillar aralashmaydi. Faqatlam nimani buyurgan qilgan bo'lsak, shu vaqtdagi sharoitga berilgan sonliq son sifirlarga asosan darhol yakun chiqarib bizga darhol javobini berdi yoki bo'lmasa biz qilmoqchi bo'lgan ishni deb berdi. Ammo degandagidek ma'lum bir doirani ichida masalan Tesla'ning misoli bo'lib o'tdi. Tesla faqatlam mashina haydayalaydi. Ammo ma'lum bir nimaga kelgan vaqtida masalan inson hissiyotiga tayanib turib masalan bir hodisa bo'lish oldida turayotgan bo'lsa, masalan mush to'g'riliq nihoyat cho'ng bir talash tortish bo'lgan bir film bor. Masalan unda agar xatolashmagan bo'lsam mashina kelyotidi, ammo bir hodisa yuz berish oldida, ammo ikkidan birini tanlash kerak. Birisida kichik bolalar bor, yana birisida cho'ng yoshli qiyirlar bor. Ammo biz yakun chiqargan vaqtida eng nima hissiyotimizga tayanib turib eng nima qilmaydigan insonninki hissiyotiga ig'ir darajada ta'sir qilmaydigan bir eng ziyon oz bo'ladigan odatga chiqaramiz. Ammo kompyuter masalan nimaga chiqargan vaqtida yakun chiqargan vaqtida masalan qiyirlar masalan 70 yoshdan yashib ketgan qiyirlar bo'lsa, ularninki balkim yashash nimasi oz bo'ladi. Ondan keyin yoshlarninki butun bir umri oldida unda bo'lgandan keyin kompyuter masalan nima chiqargan vaqtida o'sha hodisaga qaror chiqargan vaqtida kompyuter albatta bolalarni saqlab qilib qiyirlarni besitadigan mundaq bir narsa bir talash tortishlar shu Yevropada bir bo'lgan. Masalan shunga o'xshash bu yerda hissiy jihat kelgan vaqtida yenilam insonlarga yetisholmaydi. Ammo u yerga faqatlam matematikalik, logikalik narsalarning asosida qaror chiqardi. Uning uchun biz hozir sun'iy aqlni faqatlam tor doiradagi ma'lum bir sohada insonlarga yordam qiladi deb qaraymiz. Masalan tarjima qilgan narsa albatta tarjima qilib bera oladi, ammo tekstning ichidagi hissiyotni tushunolmaydi masalan. Hissiyotni tushunolmaydi. To'g'ri, masalan hissiyotni tushunadigan maxsus programmalar masalan sentiment detection deydigan bir narsa va masalan bir hotline ga telefon qilgan vaqtida xaridorning norozi bo'lgan yoki norozi bo'lmaganligini maxsus ayiradigan ayrim bir sun'iy aqllar bor. U boshqa. Lekin masalan siz ma'lum bir narsani tarjima qilib bering degan bo'lsangiz, tarjima qilib berdi, ammo uning ichidagi mazmun jihatdan agar maxsus bir savol so'rab, uni mazmun jihatdan so'ramasangiz, sizga balkim ma'lum doiraning ichidan tarjima qilib vazifasini butagan bo'ladi. Anadaki men qarab baxtım o suallarning ba'zi masalan tabiiy fanlik suollarni to'g'riroq javob bergan bilan ijtimoiy fanlik suollarda bek galg'oy zixmi ko'maydigan, kavib ko'maydigan suollarni bek chiqib berdi ekan. Aniki yana bir yeri diagnoz qo'yishdi masalan rak kesiq diagnoz qo'yishda, yaxshi diagnoz qo'yish nisbati normal doktornikidan jiq bo'lib ketibdi-ku masalan sun'iy aqlniki. Shu to'g'ri bir statistik. Bularning sizcha bundan maqsad masalan qaysi xil sohalarni bek o'zgartib inson kerak qilmaydigan butunlay mashlashgan sohalarning kelib chiqish ehtimoli bormi kelgusida Abdushukurka? Masalan, bundan hozir siz rak kasalninki nimasiniki u hüceyrənin tərəqqiyatı, məsələn, məlum bir orunda rak kasalının məsələn ter raki deyilən məsələn aşındaq kasalliklərninki buluş ehtimallığına kelgan vaqtida uni to'g'ri doktor tatqa resimga məsələn ko'rgan narsasiga qarab turib uni nima qiladi. Endi u doktorninkimi tajribasi cheklik bo'ladi. Məsələn, uning o'rgangan bilimlari va hozir davolab qolgan kasallari va ma'lum doirada bo'ladi. Endi sun'iy aqlga kelgan vaqtida biz sun'iy aqlga maxsus ter raki deylik yoki bo'lmasa boshqa raklar bo'lsin, nurg'un dunyodagi mush sohalarda qo'yilgan diagnozlar, davolashlar, uning qanchalik unum berganligi, saqayish nisbati degandek narsalarning hammani statistik qilib to'plangan materiallar bo'ladi.
Buna sonliq ma'lumotlarni kirgizgandan keyin, masalan, terida kichikgina bir o'zgarish bo'lgan bo'lsa, masalan, doktor balkim uningdan bu odamda teri rakining bo'lishininki ehtimolligini ya beradi, ya bermaydi. Ammo u to'plangan materiallarning asosida to'plangan rasmlarning, diagnozlarning nimasiga asos etganda kichkina bir terida o'zgarish bo'lgan bo'lsa, u nima sun'iy aqldan balkim bu odamda teri rakining yuz berish ehtimolligi bunchalik bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa buningdan hozirdan boshlab mundaq oldini oladigan diagnozlarni qo'yishninki ehtimolligi bo'ladi degandek maslahatlarni doktorga berishi mumkin. Ammo oxirgi qarorni yana doktor chiqardi. Uni hargiz kompyuterda chiqargan yakuniga asosan doktor to'g'ri mush kompyuter bunda dedi, endi siz bunda qiling demaydi meningcha. Doktor shuning asosida maslahat olib turib, balkim burun bayqamagan narsalarga yangidan bayqalishi mumkin. Uning keyindan bu sun'iy aqlning yana bir sohada o'ynaydigan roli nima degan vaqtida havo rayida ma'lumot berish. Masalan, oldingi yillarda, buning oldingi yillarmi Germaniyadan aytdi, eg'ir bir suv oqib ketib, uylar yiqib ketdi, odamlar o'lib ketdi. Ilq odamlar aqli yetmaydi. Germaniyadagi bir taraqqiy qilgan davlatlardami havo rayining oldin ma'lumot berish sohasida u darajada taraqqiy qilmabdi. Shunchalik yomg'irning yog'adiganligini, bunchalik kelkundan keladiganligini bilamanmi degan savol tug'ildi. Demak, tabiat hozirgacha insonlarning ustida turib kelyapti. Endi shu havo rayida ma'lumot berish amaliyotda eng murakkab sonliq ma'lumotlarni bir taraf qilish bilan munosabatli. Endi bu masalan sonliq ma'lumotlarni to'plash, havo rayida oldin ma'lumot berish degan narsalar balkim 70-80 yillik tarixi va narsa. Shu jarayonda nurg'un sonliq ma'lumotlar to'planib kelyapti. Endi bu modelni yasagan vaqtida masalan shimoldan sovuq iqlim kelyapti, janubdan issiq iqlim kelyapti, ertaligi guldirmami bo'ladi, yomg'ir yog'di degandek narsalarni tarixda bo'lib o'tgan narsalarga asosan bugungi havoninki besimi, masalan, janub tarafdagi havoning besimi, shimol tarafdagi havoning besimini shu rayondagi shamolninki o'zgarishiga asosan atiki narsani ma'lum darajada to'g'ri qilgan bo'lsa-mu, o'gundagi hatto uning bir haftadan keyingi sonliq ma'lumotlarga asosan havo rayida oldin ma'lumot berish nihoyatda murakkab bir narsa. Endi masalan shu havo rayidan oldin ma'lumotninki mayli shu yerlik rayondagi bo'ladigan buzg'unchilikqa bo'ladigan ta'siri, uning keyindan masalan sayohatchilik ishlari bo'lsin degandek ishlarga nihoyatda og'ir ta'sir qildi. Masalan, deyli, Shveysariyada haftaning oxirida 3 kun dam olish va degan bo'lsa, 3 kun yomg'ir yog'adi deb degandeklar Italiyadagi havo rayi qarang, Milanni qandoq deganki, Milanda havo o'chib ketsa, hammadan Milanga mashinasi haydab Milanga mangdi 3 kunlik dam olishda. Amaliyotda Shveysariyada desa havo uncha eski emas. Shuning bilan bu gazetlarda norozilik narsalar chiqdi. Demakchi o'g'ini sayohatchilik ishlarimi shuning ta'siriga uchrayotgan. Masalan, qotaylish o'rinlarida deymiz qish taraflarda shu narsalarga munosabatli. Uning keyindan agar Viyennada masalan Viennadan Avstriyada shu qattiq havo rayi nim bo'lib daryoga suv kelib ketib kelkun kelish ehtimolli odamlarni ko'chiramiz deb shuni bir necha kun dil qilib bo'lganda oxir suv kelib haqiqatan nurg'un ofat bo'ldi. Masalan, demakchi o'g'lim endi agar shu havo rayidan to'g'ri ma'lumot bera olsa, insonlarning hayoti qutilib qoladi. Uning keyin nurg'un iqtisodiy jihatdagi manfaatlarmi shu rayonning o'zida yoki bo'lmasa ma'lum bir rayonda bo'lishi mumkin. Endi shu havo rayida oldin ma'lumot berishdimi shu sun'iy aqlning o'ynaydigan roli nihoyatda cho'ng. Chunki uni kompyuterga silib, kompyuterda uni simulation deymiz. Uni oldin nima bo'lishini havo rayining qanday bo'lganligini uni ma'lum darajada nima qiladi, lekin u yetarlik emas, chunki u sonliq ma'lumot shu rayonning o'zidagi qo'shni davlatlarning nimasiga bog'lanib qoldi. Masalan, Atlantik okeandagi havoning qanday bo'lishi albatta Yevropa qit'asiga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, hurrikanninki qayerdan kelayotganligi garchi Amerika taraflaridan bo'lgan bo'lsa-mu, Yevropaga ta'sir ko'rsatdi. Demak, Amerikadagi yana bir rayonlardagi sonliq ma'lumotlarni keng doirada bir taraf qila oladigan bir nima bo'lsa, masalan, model bo'lsa, shuning asosan kelgusida balkim texmo yaxshi darajada bir nima qilish ehtimolli bor. Bu bir misol. Endi u sun'iy aql to'g'riliq biz misollarni so'zlab o'tsak, butun kun sun'iy aqlning nimalarga yordam qila oladiganini so'zlasak bo'ladi. Shu konkret nuqtaga yaxshi javob berdingiz Abdushukur aka. Ko'pdan ko'p rahmat. To'xtiq aka, sizdan so'ray. Boya deb o'tdik masalan, texi hozirgi sun'iy aqllar bak
әхли jihatdan аңлык emas dedik, hem murakkab bir iliqi mashinalashgan bir algoritmi bilan mağdu dedik. Masalan, sizce yaqin kelgusida buning bo'lish ehtimolligi qanday? Andan mashina odamlarda bir hissiyot paydo qilish to'g'risida bir nimalar bormi? Yo falsafaviy yo nimalar degandek, boshqa ilm fan tadqiqotlari degandek. Masalan, agar nimadimi mashina odamlardimi nima bo'lsa, hissiyot bo'lsa, u chog'da bu yer bek murakkab bir falsafaviy savollar kelib chiqadi, ham axloqiy jihatdan, masalan, diniy jihatdan bo'lsin, Xudo yaratgan bir inson bilan, masalan, inson yaratgan bir inson ikkisi o'xshash ong'a, o'xshash hissiyotga ega bo'lsa, bu yerda teologik jihatdan nurg'un bir ziddiyatlar, masalalar kelib chiqishi mumkin. Bu jihatlarda sizning o'ylaganlaringiz qanday aka? Bo'ldi, oldinda bir narsani oydinlashtirib olsak bo'ldi. Sun'iy aql mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar u bir qurolda, tool. Endi odamlar tabiat dunyosida yashab, biologiyalik tadrijiy taraqqiyot orqali hayotni uzluksiz davomlashtirish bu jarayonda har xil qurol saymonlarni ishlatgan. Endi masalan Marksning aytishicha, odam bilan hayvonning cho'ng farqi nima deganda, odamlar qurol saymoni yasay oladiganmish, buni ishlatadi. Bu nuqtadan aytganda, sun'iy aql uning xarakteri nuqtasidan aytganda, u odamlarning bir xil quroli. Endi bu qurolni qanday ishiltish degandek har xil axloqiy masalalarga chetilish ehtimolligi bor. Masalan, atom bombalarini yasab chiqish bilan sun'iy aqlni yasab chiqish o'xshashli bir xil texnikalik ijodiyat, kashfiyot. Endi uni qayerlarga ishiltish, qanday ishiltish bu odamningki axloqiy hukmiga bog'liq. Endi sun'iy aqlningki o'zi hozirgi tor doiraga tatbiq qilinish masalan, uningda bir qancha masalalar bor. Men buni bir-birlab so'zlab baxsam, birisi ben dastlab deb o'tgandek, sun'iy aql amaliyotda aqlning taqlid qilinishi, shundaq-ku tabiiy aqlning taqlid qilinishi. Shuning uchun uni sun'iy deymiz. Odamda tabiiy aql bor, mashinadagisi shu aqlningki sun'iy tatbiq qilinishi. Shundaq bo'lg'achqa uni sun'iy. Bir nuqtaga kelgan chog'da qaysi haqiqiy aql, qaysi yo ikkinchi planki aql, buni arg'in bo'lmaygandek bir nuqtaga kelib ketmamda masalanga. Cho'qim masak biz texmi aqlliq, sun'iy aqllik aql texi unchalik aqlliq emas bo'lib qolgan bir nuqtadan o'tib ketish ehtimolimiz yo'qmi demoqchi. Sun'iy aql odamning aqldan mukammallik darajasi yuqori bo'ldi. Nima uchun deganda, bu yerdagi sun'iy aqlning kelib chiqishi hisoblash texnika nuqtasidan aytgan, nima uchun sun'iy aql Alan Turing 1940-yillarda o'tirib qo'ygan narsa 2000-yillargacha haqiqiy yuksalib avjiga chiqmadi degan masala 1956-yildagi masalan Dartmouth workshop bo'lsin, 80-yillardagi yana bir hukumatdan fondalashganiki MIT'ninki sun'iy aql markazining aytishicha, sun'iy aqlda ikki zimiston bo'lganda, bu ikki zimiston ta 2020-yil, 2023-yillargacha sun'iy aql haqiqiy ko'tarilib chiqmaslik asosiy sabab uning savdoga kirishmasligida, savdolashmasligida. Hozir sun'iy aql savdolashib ketdi. Uni savdo dunyosining hamma yerga aralashib ketgan, meditsina, doktorlik bo'lsin, odamlarni ish qilish, intervyu qilish bo'lsin, hatto maktablarda o'quvchilarning ish topshiriqlarni ko'chirishlaridan tortib, idora jamiyatlarda burunqiligi receptionistlarning o'rni olishi bo'lsin, bular misollar bakchiqqa Abdushukur apandan deb o'tgandek. Asosiy sabab bizning asos o'ylashga tegishli masala sun'iy aqlning xarakteri nima? U bir xil tool. Lekin uningki o'zining tool bo'lishidan halqib ketish ehtimolligi bor bo'lg'achqa odamlar ansirashga boshladi. Masalan, Yuval Noah Harari deymiz, Michael Sandels deymiz, nurg'un faylasuflar hozir kelgusdagi risk, kelgusdagi xavf xatarni sun'iy aqlningki odamlarningki aqlning o'rnini egallab ketish ehtimolligi nuqtasini tushundirdi. Gapimizga qaytib kelsak, sun'iy aql odamning aqldan ishlash iqtidori, foydali bo'lish iqtidori intayin yuqori. Buning asosiy sabab sun'iy aqlda hissiyot yo'q. Sun'iy aql bir taraflama ko'z qarashlarning, hissiyotning va nodonlikningki ta'siriga uchramaydi. Uning
sun'iy aqlning o'ttirishlik asosli falsafiy ideya odam miyasini bir xil hisoblash mashinasi deb tushunishning natijasi. Odamlarning miyasining eng ilg'or iqtidori uningki hisoblash iqtidori, computational power deydi. Hisoblash iqtidori. Shuning uchun sun'iy aqlni ham hisoblash mashinasimi deymiz, ham sun'iy aqlmi deymiz. Ikkisini aralashtirib ishlatdi. Sun'iy aqldagi bu xil odamning aqldan olqib ketishidagi sabab uning hisoblash iqtidori shu qadar tez, shu qadar sur'ati yuqori ham intayin murakkab masalalarni aslimizda saqlab uni bartaraf qilishda odamning hisoblash iqtidori qaraganda yuqori bo'ldi. Endi shundoq bo'lgach, uning texnik tatbiq qilinishi odamlar hisoblab yetish bo'lolmaydigan sohalarda uning ishlatilishi intayin yuqori. Masalan, MITning bir mashina odami dunyodagi eng tanliq chess player deymiz, shaxmat deymizni yengib olganga u 90-yillarda o'tirib chiqib bo'lgan emas. Endi hozir buning savdo sohasiga, texnik sohasiga tatbiq qilinib ketishi bilan sun'iy aql haddi hisobsiz kengayib ketib bordi. Yana bir mening tilga ilib o'tishni xohlaydigan narsam dastlabda o'tgandek, agarda sun'iy aql ongninki qonuniyatni bayqash bir xil iznishdan kelib chiqqan hodisa bo'lsa, uningki bu xil tatbiq qilinishi hozir mana ikki sohani hal qilish kerakda. Birisi ong nuqtasini aytganda, ong mana ikki xil narsa bor hal qilinmagan. Birisi ongningki roli. Ong nimaga odamningki engi qanaq narsa? Odamning engida biz tashqi dunyodan kelgan uchurlarni bartaraf qilamiz. Ko'zimizda hozir paranglashayotimiz kirgan ovozlar elektromagnetik to'lqinlar orqali yoki elektron signallar orqali quloqimiz orqali kirib, cho'ng miyamiz uni pishiqlab ishlab, uni qabul qildi yoki xotiramizda saqlaydi. Odamning ko'zi ko'radigan narsa odamning ko'zi emas, miyasi. Shunaqmi bizning ko'zimizda ikki dimensionalda ko'radigan bilan amaliyotda miyamiz uni pishiqlab ishlab, ko'ringan bu chertyoj har xil imijlarni, tasvirlarni miyamizga keltirib chiqaradi. Endi miyninki bu xil ashularni keltirib chiqarish, ko'rish, anglash, pishiqlab ishlash, xotir saqlash, mush jarayonlarning hammasi elektronlik signallarni hisoblash va uni rad etish, saqlash jarayonlari orqali bo'lgan narsa. Bu kompyuter yoki sun'iy aql dal ashxil hisoblash iqtidorini taqlid qilish orqali kelib chiqayotgan narsa. Shunga bu ongninki funksiyalik qismida, lekin ongninki haqiqiy ongning o'zi nima? Maddiy dunyoda ong qanday kelib chiqqan? Bu masala masalan David Chalmers'niki New York universitetidagi tanliq faylasuf. Ondan Oxford universiteti Anil Sas deymiz nevropatlar tadqiqotchilar. Bularning o'tirib qo'yayotgan oddiy masala bilan murakkab masala abay biz hissiyotlarni deb o'tdik. Shunaqmi ongninki oddiy qismi bizning kunlik turmushimiz, amaliyatimizga ishlaydigan sagak ong bu qismi hisoblash bilan yoki oldin ko'rishga atinim bo'ldi, hozir men buni bildim, necha minutlardan keyin men nima qarorlarni qilaman, bu qarorlar bizning kallamizda bo'lib turgan masalalarda. Masalan, men hozir paranglashayapman, qon aylanishimni, nafaslanishimni mening engim boshqarib turdi. Uni men diqqatimni markazlashtirsam his qilmay, bo'lmasa his qilmayman. Bu xil funksiyaning hammani taqlid qilgan bo'ldi. Ongning umuman hisoblashga tava bo'lgan qismining hammani taqlid qilgan bo'ldi, ammo ong qirishga tava bo'lgan, odamiylik tava bo'lgan qismini, mayli hissiyot deyli, sezgu deyli, bevosita tuyg'u deyli, his qilish, axloq, til qatorliq bu funksiyalarni sun'iy aql taqlid qilolmaydi. Bu odamiylikning subyektivlikning ifodasi. Yoki ongning kelib chiqish funksiyasi bilan ongning o'zi mana shu qiyin masalada ayirib etgan bo'lmaydi. Shu masalani sun'iy aql taqlid qila olgani yo'q. Lekin buninglik bilan sun'iy aql kelgusida uni qilolmaydi degani bo'lmaydi. Abay bizda o'tgandek eng ilg'or bo'lgan GPT-4 hozir, shunaqmi ChatGPT-4. Uningki taqlid qila oladigan nervi turi aram 1 trillionga yetgan. Odamningki miyasininki turi yoki tor sistemasi hosil bo'la oladigan mush elektronlik signallarninki har xil shakldagi turi
100 trilliondan ortiqda. Buningda odamning mingisi, odamlardagi hissiyot, axloqiy sezgi, tilning paydo bo'lish, tilning ishlatilishi masalalarning hammasi bizning mingimiz boshqurdi yoki mingimiz orqali mingimizda asıl bo'lgan masala. Endi kelgusida agar Rasululloh aytgandek, masalan hozir bu dunyoda kam uchraydigan metallarga bo'lgan talashlash intan yuqori, asosiy sabab shu edi. Qanday qilganda kam uchraydigan material resource qaysi davlat egallay olsa, uning hisoblash mashinalarininki issiqlikqa bardoshlik bera oladigan yoki to'nglatqilar saqlaydigan kubitlar orqali bo'lgan mushkul real materiallar yoki kam uchraydigan materiallar orqali o'zining kelgusidagi hisoblash iqtidorini, sun'iy aql iqtidorini, kompyuter iqtidorini oshirishni ko'zlagan. Agar kelgusida Rasul sun'iy aql odamlarning mingisidagi mushu necha trillionlagan tor ulanishninki tagi-tagiga yeta olsa, masalan, yana 50-60 yildan taxminan 100 yillardan keyin agar yeta olsa, buning nazariya jihatdan bu mumkinlikka ega. Azaldan nazariya jihatdan mumkinlikka ega bo'lgan narsani texnik amalga oshira olmay qolgan emas. Bizning Uyg'urlar deydigan bir gap bor, ko'ringan tog' yiroq emas. Umuman biz ko'ra oladigan tog'li bo'lsa, odamlarning iqtidori u yerga yetadi. Nurg'un jihatlarni aytganda, bizda texnikalik narsalar badallarimiz allburun ishlatyapmiz. Masalan, yurak operatsiyada sizlar ko'rik yasab, yurakning ichiga uni selib, hatto yurakning shu so'qish jarayonini monitor yoki kuzatilgan uskunlarni selib yoki yolg'on bilak yoki putlarni selib ishlatib, uningga sun'iy aqlliq narsalarni chetib ishlatish hozir bo'layotgan ishlar. Bir odamniki masalan minginingki o'zi bir karbondan tuzilgan bir molekulalardan, hujayralardan tuzilgan bir organizm. Uni qurashtirib turgan bu minga zahmiyatga uchirsa, ehtimol kelgusida mingini yonga ilib chiqib qo'yib, bir mashinaga saqlab qo'yib yashab ketavergan ahvollar bo'lishi mumkin. Shuni aytganda, agarda masalan kelgusidagi taraqqiyotda, masalan quantum kompyuterdek yangi texnikalarningki sun'iy aqlga tatbiq qilinishining jarayonida bu xil mumkinchilik tamamen mümkünçülüğe. Şunu aytganda, hozir masalan ChatGPT'ning o'zidan bor logikalik aqliy xulosalash. Masalan, Mehmet Samatdan 3 santi egiz, Samat Ahmaddan 5 santi egiz undaq bo'lganda Mehmet Ahmaddan qancha santi egiz esa uni logikalik hisoblab chiqarib bera oladi. Hatto undaq bo'lsa Samat o'zidan egiz bo'la olamdi desa, yo'q, bir odam o'zidan egiz bo'lib keta olishini atal. Bularni machine learning, mashinalarni tarbiyalash orqali o'rgatgan emas. Uni logikalik xulosalab sun'iy aql ishlab chiqara oladi. Ya'ni kelgusi hissiy tuyg'uga anqirishlarga ega bo'lgan mashinalarning kelib chiqishi nazariya jihatdan tamoman mumkinchilikka ega. Onun degaylik hissiyat bizga bek abstrakt kelganligi ma'lum bir hisoblashning bir natijasi shu. Onun bu bir ximiya, kalladagi bir xil ximiyalik jarayon. Lekin shu o'zaro avatilgan uchurning bir yig'intishlashi hisoblashi yana o'xshash bir shaklda. To'g'ri. Abdushukur aka, siz hamda siz musadik bir odam bo'lsangiz bilan sizdan so'rab qo'yasiz. Siz qo'rqamsiz akamish masalan bu sun'iy aql shunda taraqqiy qilsa, masalan kelgusi bir zamonda bir boshqa ya insoniyatga bo'lamdi yoki boshqa bir xil masala kelib chiqish orqali bizga bir ta'sir bo'ladi deb sizdan qalbingizda bir qo'rqish bormi masalan sun'iy aqlning taraqqiyoti bilan munosabatda? Endi qo'rqmayman desam yolg'on bo'ladi. Nima uchun qo'rqmayman degan vaqtida Abay deganga o'xshash bu bir programma. Masalan, programmaninki davomli biz o'ylagandek ishlashi notayin. Ma'lum parametrlarninki birlashmasi biz o'ylamagan yerdan xato yakun chiqarib, xato mashg'ulot bo'ladigan ish bo'lib qolsa, albatta buningda qo'rqish kerak. Biz bu uchur texnik sohasida xizmat qilganlar yaxshi bilamiz. Har qanday bir detal kam kuchsiz bo'lmaydi. Kam kuchsiz bo'lmaganligi uchun shuni biz uning yamoqlarini, yuchuqlarini yamab turamiz, nusxalarini o'zgartirib turamiz, mukallab turamiz. Davomli mukammallashib bo'ladigan narsa. Uni mukammallashtirmaganda nima bo'ladi degan vaqtida uning yuchuqlarida
masalan foydalangan vaqtida biz o'ylamagan natijalarni berib qo'yishi mumkin. Sun'iy aqlmi shundaq narsa. Ham bu sun'iy Mesela qandaq bir masala kelib chiqish mumkin deb qaraysiz, masalan, sun'iy aqldagi ba'zi xatoliklar sababidan? buningga konkret misolni olgan vaqtida masalan Tesla'ninki shu bir qancha qatimliq bo'lgan hodisalar bor. Masalan oldidagi nimaninki mashinaningki rangi ma'lum bir rang doirasida bo'lgan vaqtida masalan oq bo'lsa, masalan atrofdagi havoninki nimasi bilan farqlantiradigan vaqtida bir uning oldidagi narsaning bir to'solg'i ekanligini qolmaganda mashina urilib ketib bo'lgan bir hodisa. Endi bir misol masalan deganimizdagidek u Tesla'mi masalan mangan vaqtida atrofda kamera va kameraninki kuzatgan narsaga asosan rasmlarni analiz qilish orqali u narsaniki tahlikimi yoki tahlik emasmi, tormozlash kerakmi, ishtik menish kerakmi degandek yoki atrofdagi mashinalar ko'p bo'lsa mashinalarniki nimasiga qarab turib tormozlash degandek narsalarning hammasi analiz qilish orqali bo'ladi. Masalan shu analiz jarayonida ma'lum bir xatolik bo'lgan bo'lsa, ma'lum bir narsalar programlash jarayonidagi yoki logikani qurish jarayonida sal qaralgan bo'lsa, balki bundan xatolik chiqishi mumkin. Hamda bu texnikalik jihatdagi masala. Yana bir sababi bizni nimada jihatini deb o'tdik, etik tarafdagi narsalarni ancha-muncha deb o'tdik. Masalan, hamda sun'iy aqlni xohlagan yo'nalishda taraqqiy qildirish kerakmi degan vaqtida bu insoniyatning hayotiga tahlik qiladigan yoki bo'lmasa shaxsiyatiga ta'sir qiladigan narsa bo'lsa, buni albatta nima qilish kerak? Uni kontrol qilish kerak. Masalan, Xitoyga o'xshash davlatlarda insonlarning chiroyini tunish orqali turmushiga nurg'un qulaylik yaratib berishni asos qilganlik uchun insonlar chiroyini kameralarninki insonning chiroyini tunib shu orqali insonga ma'lum bir foydali narsani qilib berishni to'g'ri deb qaragan bilan masalan g'arb davlatlarida buni to'g'ri deb qaramaydi. Masalan sun'iy aqldan foydalanib turib insonlarning chiroyini tunib ananiki insonlarninki shaxsiyatiga tajovuz qilib kirdigan yoki bo'lmasa ularning turmushi qolaysizlik keltirib chiqaradigan narsalarni qilsa, albatta buni kontrol qilish kerak. Shuning uchun Yevropada masalan Yevropa birligininki sun'iy aql qonuni, Amerikada shunga o'xshash qonunlar bor. Hatto Xitoydami bor sun'iy aql qonuni. Amaliyotda o'zlari sun'iy aqlning nurg'un narsalarga etik jihatdan diqqat qilmagan bilan, masalan shunday narsalar kelgan vaqtida sun'iy aqlga insonlarga gerçi nurg'un foydali narsalar akab bergan bo'lsa-mu, ammo akab beradigan ziyonli tarafi. Masalan, 2 haftadan beri Shveysariyada bir cho'ng bir tema muzokara bo'lyotdi. Bundan keyin bizning yilda qanchalik boj to'laydiganligimizni boj idorasi sun'iy aql orqali qiladi ekan. Demakchi bo'lgan bu eng odamning aqliga kirmaydigan bir narsa. Chunki bu insonlarningki bevosita iqtisodi bilan munosabatli. Masalan, ba'zi odamlar to'g'ri bojni yushirishi mumkin yoki bo'lmasa balkim to'g'ri emas endi bojni yushirsa, albatta kirimi qancha yuqori bo'lsa, albatta davlatga yoki bo'lmasa xalqqa o'zininki to'pisini qo'shish kerak. Ammo lekin bojni masalan sun'iy aql orqali analiz qilib qanchalik boj to'laydiganini belgilaydi degan gap biroz baldur ketganlik to'g'riliq muzokaralar bo'lyapti. Hamda bundaq muzokaralar bundan keyin texnik ko'p chiqadi. Shuning uchun ma'lum jihatdan aytgan vaqtida insonlarninki hayoti, uning keyin shaxsiyati yoki bo'lmasa shu butun jamiyatga, masalan shu jamiyatdami sun'iy aql orqali fikr nimasi paydo qilib, undan keyin hukumatga qarshi turadigan yoki bo'lmasa ma'lum bir guruhni jamiyatda kamsitadigan mandaq ishlarga nima qiladigan ish bo'lsa, racist box deymiz. Masalan, unda sun'iy aql nimalarni, masalan, shuning uchun sun'iy aqldan o'zidimi responsible AI deydigan narsa bor. Ya'ni AI'ning sun'iy aqlning mas'uliyatchanligi. Hozir sun'iy aqldan ta'minlayotganlar hammasi shu sun'iy aqlninki mas'uliyatchanlik nimasi deymiz, qo'g'dug'uchisi guard rail bilan ta'minlaydi. Chunki undaq bo'lmagan vaqtida bu sun'iy aql xato yakun chiqaradigan yoki bo'lmasa ma'lum bir guruhdagi insonlarga foydasiz bo'lgan yakunlarni chiqaradigan ishlarni oldini olish. Endi umumyuzlik qilib aytgan vaqtida davlat yoki bo'lmasa ma'lum bir birlik yoki bo'lmasa ma'lum bir qit'a yoki bo'lmasa butun yer shari xarakterli qonunlar bilan o'rtaga chiqish kerak sun'iy aqlni oldini olish uchun.
Abdüşkür aka köpten köprek vaqtmi az qaptı. Eng ahirgi bir sualımı To'xtaka sizden so'ray. Andan keyin Abdüşkür aka belki qo'shimcha qilsangiz sizdan ikki jumla olsam bo'ldi. To'xtaka men senga boya Abdüşkür akamı deb o'tdi. Ma'voyligi Yevropa Birligining sun'iy aql to'g'riliq siyosatlarini deb hamda dunyoda eng ig'ir cheklama qo'ygan siyosat shu sun'iy aqlga Yevropa Birligining siyosati deyman. Nizomnomalari nisbatan boshqaga qaragan chog'da qattiq. Lekin men senga hozirgi DeepSeek chiqib Xitoy bilan Amerika o'rtasida bu to'g'riliq bir nima bo'ldi, raqobat bo'ldi. Shunga Yevropa Birligida bu qonun nizomlarni bo'shashtirish jihati munozaralar ko'p bo'lyotdi-ku. Endi shu sun'iy aqlning o'tirg'i chiqishi taraqqiyotida endi bu xil nizomnomalar asli kam bo'lsa bo'lmaydi. Yevropa Birligi bu jihatda dunyoga bir o'rnak tashkil qilyapti. Bu yerdagi nizomnomasi, lekin endi Yevropa Birligi bu nizomnomani bekitgan bilan bo'yliqi yer shariy bir holga kelganlik uchun masalan Xitoyda yoki Amerika u yo'q, ularning raqobat kuchi Yevropa Birligiga qaragancha texnik kuchli bo'ldi ekan. Endi etik axloqiy nuqtadan qaraganchig'imizda bu xil siyosatlarning muhimligi qanchalik sun'iy aqlni kontrol qilish jihatda bu xil nizomnomalarning qanday roli bormish to'g'riliq o'zingiz ozoq so'zlab berasiz? Bo'ldi. Nima abay Abdüşkür efendim deb o'tdi. Endi nima axloq nuqtasini aytganda xuddi yuqorida deb o'tgandek sun'iy aql yana bir kichik savolim unutib qolmaylik. Diktator davlatlarning kuchayishi, demokratiyaning va küresel liberalizmning ojizishi degan nuqtalarda sun'iy aqlning qanchalik roli bo'ladi? Bu yerda ijobiy rol o'ynamdi, salbiy rol o'ynamdi degandek nuqtalar. Bo'ldi. Siyosiy nuqtalardan balkim u gap uzrab ketishi mumkin, chunki u ayrim bir tema. Endi mening o'ylig'im axloq nuqtasini aytganda bu yerda doim xavf xatar bor. Har qanday bir kashfiyot u kashfiyotni yoki qurol saymonini yoki ijobiy yoki salbiy nuqtani ishlatish mumkinchiligi bor. Endi buningda har xil qonun tuzumlarining chiqishi aqlga uyg'un masala. Endi u axloqiy qonun tuzumlar biz kashf qilgan narsalarga emas, odamlarga mos kelishi kerak. Shunaqa odamning kallasi bilan xatolikni ko'p o'tkazadigan bir xil organ amaliyotda. Tabiat dunyosida u qadar mukammal emas bizning kallamizningki tadrijiy taraqqiyot orqali hosil bo'lgan shakllari, xatolikni ko'p o'tkazamiz. Shunaqa bo'lg'achqa xatolikni oz o'tkazadigan sun'iy aqlni biz nurg'un o'zimiz qilib g'alaba qilamagan sohalarga shuni tatbiqlash orqali ishlatyapmiz. Albatta bu yerda nurg'un axloqiy hukmlarni chiqarish zarur. Kelgusida butun sun'iy axloq yoki sun'iy aql orqali yasalgan mashina odamlar bizning xizmatlarimizning hammani egallab olamdi. Hozir siyosiy sistemalarda bor bo'lgan tengsizliklar, adolatsizliklar, sun'iy aqllar o'rnini egallasa, masalan, Bajning gapini deb o'tdik. Elon Musk masalan Amerikaning butun ijtimoiy farovonlik baj sistemalarini texnikalar orqali yengilmoqchi. Demak, bu jihatda sun'iy aqlning u yerga kirib kelishi aniqlar. Uningdan sirt yana adolat, haqqoniyat masalalari bu jihatlarda sun'iy aqlningki masalan sud sistemalariga, odamlarning xizmat qilish sohalariga tatbiqlanishi orqali odamlarningki bir taraflama qarashlari masalan sun'iy aqlni odamlarning xizmatga qilishga desak, nurg'un odamlar osonlik millatlarni yaxshi ko'rmasligi mumkin. So'raydigan savollar, sun'iy aql orqali so'raydigan savollar, ularni layoqatli emas deb tanlash jarayonlari, hozirgi tengsizlik agarda shu sun'iy aqlningki algoritmlarga yoki parametrlarga kirgizib etilsa, bu tengsizlik mangullashib ketadi yo'q. Bu bir masala. Uningdan sirt uni qanday ishlatish yana bir xil masala. Shundoq bu aytishlar qaraganda bir ChatGPT'da birsi odam o'ldirishning saqchiga tutilib qolmay odam o'ldirishning qanday yo'llari bor desa, ChatGPT 5 turli yo'lni ko'rsatib bergan. Bu yerda shu u bir xil qurol, uning qalqi abay aytgandek uni tizginlaydigan nima savollarni so'rg'ani bo'ldi, qaysini so'rsa bo'lmaydi, bu xil axloqiy o'lchamlarni guardrail shaklda kirgizmasa, uni odamlar har xil yo'singa ishlatilishi mumkin. Ammo meningki eng ansiraydigan yerim sun'iy aqlningki odamiylik
bo'lgan tushunishimizni o'zgartirishi. Masalan, hozir o'lib ketgan san'atkorlarni, artistlarni hayotdek ko'rsatib kinolarda rol og'zalaydi. Eng mashhur masalan John Mearsheimer degan dangliq bir political philosopher bor. Uningki robotsi bor. Ondan Deepak degan bir yana bir Hindistonlik bir filosof bor. Uning robotsi bor. Odamlar uning savol so'rasa, ashninki nechi decade, nechi 50-60 yillik falsafiy nazariyalarga asosan xuddi shu odam bilan bevosita paranglashgandek ashna holatlarda paranglasha oladi. Ba'zi odamlar agar puljiqlar kelgisi o'zining o'lib ketgan buvisi yoki otasininki agar tarixiy materiallari bor bo'lgan bo'lsa, uni shu mashinadamga kirgizsa, xuddi shu ota buvisini tirildigandek paranglashib qiladi. Buningdan bizning azaldan odatlanib kelgan odam tug'iladi, yashaydi, o'ladi degandek biz odatlangan inson tabiatiga bo'lgan tushunishimiz o'zgarishi mumkin. Yana bir xatarlik yeri xuddi dangliq filosoflar deb o'tgandek odamning yotlashishi. Bu xil texnikaning odamiylikni yotlashtirishi 19-asrlarda Yevropada o'tirib qo'yilib bo'lgan. Shundaqmi? Masalan, Marksningki nazariyalari, keyin masalan Sartre deymiz, Martin Heidegger, Michel Foucault bularning asosli o'tirib qo'ygani texnikaning odamiylikni yotlashtirish. Ya'ni odam o'zi ijod qilgan texnikaning odamga hukmronlik qilish orqali odamni qul qilishi va odamning taqdirini belgilab qo'yishi. Bu dal odamiylikning yotlashishi masalasidan iborat. Bu sohada bo'libmi mavjudiyatchilik falsafasi, keyingi postmodernizm qatorliq falsafalarningki bu vaqtda o'tirib qo'ygan texnikaningki odamiylikni vayron qilish jihatdagi ogohlantirishlari intayin ko'p. Shu nuqtalardan ko'p ansirashga to'g'ri keldi. Rahmat To'xtaka, ko'pdan ko'p rahmat. Abdushukur aka, sizning qo'shimchalaringiz bo'lsa, siz ozroq so'zlasangiz bo'ldi. Qo'shimcha qilgan mazmunlar bo'lsa, anandagi programma. Savolni so'ragantingiz javobsiz qoldi. Tabiiy fanninki nimalarga to'g'ri javob qilgan bilan ijtimoiy fanning nimasiga anchalik to'g'ri javob qilmaydi degan. So'ragan savolingiz to'g'ri. Tabiiy fan mayli diktator davlatda bo'lsin, mayli taraqqiy qilgan davlatda bo'lsin, fizika o'xshash fizika, matematika o'xshash fizika, nima o'xshash matematika. U yerdagi ma'lum bir fizikalik qonuniyat yoki bo'lmasa tabiatning qonuni u yerda bir o'zgarib qolgani yo'q. Uning uchun ChatGPTdan so'rasangiz, uni tabiiy fanning nimasiga kelgan vaqtida to'g'ri javob qiladi. Ammo ijtimoiy masalalar, ijtimoiy fan masalasiga kelgan vaqtida tushunadigan vaqtida sun'iy aql mablag' solgan shirkatlarningki mablag'ini qaytarib olish boshlang'ich bosqichida texi. Xuddi internetdagi mazmunlar insoniyatni xohlagancha foydalanishiga sunilgandek texi sun'iy aql u darajaga texi bormadi. Masalan, Microsoft millionlab, milliardlab mablag' solgan bo'lsa, o'zining xaridorlarininki shuni ishlatish orqali pulini qaytarib kelishni xohlaydi. Amazon shu OpenAI uning mablag' solayotgan bo'lsa, shu ashundaq yo'g'on shirkatlarning qildi. Endi ular mablag'ini qaysi vaqtida qaytarib kela oladigan vaqtida mush darajadan tashqari kuchlarningki shularga xapliq solmagan vaqtida. Demak, uning uchun mush ijtimoiy fandagi ishlatgan sonliq ma'lumotlarda hozircha texi betaraf bilmalik bor. Masalan, ma'lum bir temalardan shu kuchlarningki xafa qilishdan saqlanish uchun bo'lsam javob qilgan olmaydi. Masalan, DeepSeek'da eng ko'p ko'rilgan narsaningki birsi Tayvan bir davlatmi degan savolga javob berishni xohlamaydigan tema voqeasi to'g'riliq. Hamda u yerdagi DeepSeek'ningki yolg'iz iqtisodiy jihatdagi manfaat yaratishlar emas, amaliyotda shu o'zininki ideologiyasini g'arb dunyosiga kengaytirish uchun qilgan boshqa bir maqsadlari bor. Shuning uchun sun'iy aql betaraflama holatga kelmadi. Uningda dunyoviy xarakterli uni kontrol qiladigan, betaraflanib turadigan bir nima qiladigan, uni kuzatadigan bir organ yoki unga o'xshash bir narsa bo'lmaganligi uchun savdo nimasida turayotganligi bo'lganligi uchun biz sun'iy aqlni mukammal bir holatga keldi deb qaramaymiz. Shuning uchun shu ijtimoiy munosabatlarga yoki tarix narsalarga nima qilgan vaqtida chuqur uni o'xshamagan manbalar bilan solishtirib foydalanish kerak. Uni o'z bitim foydalanishning o'zi navbatda bakmoqalanlik bir ishimiz.
Abdüşkür aka köpten köp rahmat. Toxtuk aka sizga köpten köp rahmat. Programmamiz vaqt munosabati bilan müşahede axırlaşdı. Müsəlmanların mush vaqtınlar xeyirli olsun. Aziz mehmonlar sizlarning qatnashib berganinglar uchun köpten köp rahmat. Sağ olun. Xo'sh.